Hörmətli Şərq Türkistanlı qarindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 6 noyabr günü Orta Asiyadagi 5 davlatning tashqi ishlari ministrlari bilan Amerikaning tashqi ishlari ministri tunji qatim Amerika tashqi ishlari ministrligida boshliqlar yig'inini chaqirdi. Dal bu kunda Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish Harakati, Sharq Turkiston Milliy fondining a'zolari Oqsaroyning oldiga yig'ilib namoyish o'tkazdi. Bu ahamiyatli kunda axborot e'lon qilinib mundaq deyildi. Bugun O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministrlari va Amerika tashqi ishlar ministrlari Amerika tashqi ishlar ministrligida yig'in chaqirdi. Biz ovozda bo'g'ilgan, zulmga uchragan, yo'qotilishi nishon qilingan, ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa Turkiya xalqlariga vakolatan so'zlaymiz. Bizning vatanimiz 70 yildan buyon Xitoyning ishg'oliyati ostida. Sharq Turkiston Uyg'urlar va boshqa turk xalqlarining vatani, u O'rta Osiyo va uning madaniyatining markazi. Uning erkinligi O'rta Osiyoning bexatarligi va mustaqilligidan ayrila olmaydi. Amerika O'rta Osiyo C5 Pilosper boshliqlar yig'ini Amerika Qo'shma Shtatlarining O'rta Osiyo davlatlari Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston qatorliq O'rta Osiyo davlatlarini Xitoyning qo'shni davlat Sharq Turkistonda olib berayotgan mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol harakatiga qarshi aniq va prinsipli pozitsiya tutishga undash fursati bilan ta'minlaydi. Bu faqatla axloqiy majburiyat emas, balki strategik zaruriyatdir. Xitoy Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb atagan Sharq Turkiston Xitoy yoki Xitoy madaniyatining bir qismi emas. U O'rta Osiyo va O'rta Osiyo madaniyatining bir qismi. Sharq Turkiston tarixda O'rta Osiyoni Xitoy madaniyatidan qo'g'daydigan bir to'saq rolini o'ynagan. Sharq Turkiston ör va mustaqil vaqtida Xitoyning g'arbiy chegarasi bo'lgan Jayu o'tkili Xitoy imperializmining sharq tarafini o'z ichiga oladi. Xitoy Kompartiyasi kuchlari mustaqil Sharq Turkistonni 1949-yili 12 dekabrda ag'dirganda Xitoyning siyosiy, harbiy va iqtisodiy ta'sirining O'rta Osiyoning qalbiga singib kirishiga yo'l ochildi. Bugungi kunda Sharq Turkiston Xitoyning yer sharini kontrol qilishdagi trillion dollarlik bir balvoq bir yo'l qurilishining asosini tashkil qilmoqdadir. Sharq Turkiston Xitoyni O'rta Osiyo, O'rta Sharq va Yevropaga bog'laydigan turba yo'llari, temir yo'llar, tosh yo'llar va raqamli torlar bilan ta'minlaydi. Uning neft, tabiiy gaz, uran, litiy va boshqa muhim kon mahsulotlari dunyo energiya va texnika ta'minlash zanjiri uchun hayotiy ahamiyatga ega. Amerika va O'rta Osiyoning manfaati Sharq Turkistonning taqdiri bilan bevosita munosabatlik. Almashtirish, ta'minlash zanjirini qo'g'dash, energiya yo'llarini ko'p xillashtirish va Xitoyga tayinishni azaytish bularning hammasi Sharq Turkistonning erkinligi va mustaqilligiga bog'liq. Ammo Sharq Turkiston faqat strategik bir joy emas. Dunyoning ko'rmasga selib olsa bo'lmaydigan zulmining azobini chekayotgan xalqning makoni. 2014-yildan buyon millionlarcha xalq jazo lagerlari va turmalarga qamaldi. 100 minglagan Sharq Turkistonlik ayollar tug'mas qilib etilib, 1980-yildan buyon 4 milliondan ortiq homila tushirib etildi. 1 milliondan ortiq bola oilasidan ayirib etildi. Tili, diniy e'tiqodi, turk kimligidan mahrum qoldirildi. Uyg'urlar va boshqa turk xalqi dunyoviy sanoatni kuchaytiradigan qul emgakiga majburlanmoqda. Har yili 10 minglagan Sharq Turkistonlik yoshlar a'zolari uchun o'ldirilmoqda. Bu vahshiyliklar Amerika va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof qilingan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlardan iborat. O'rta Osiyodagi qo'shnilarimizga nisbatan til, kultur va tarixiy o'rtoqligimiz bor. Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar sizlarning qarindishinglar, qo'shninglar, kultur qarindishinglar. Bu irqiy qirg'inchilikqa sukut qilish tarafsizlik hisoblanmaydi. Moslashish hisoblanadi. Xitoyning qarz, raqamlik kuzatish, bexatarlik hamkorligi orqali ortayotgan ta'siri va kengayishi davlatingizning Xitoy imperiyasining keyingi yangi zaminlari yoki mustamlikalarga aylantirish tahdidini yaratadi. Xitoyning Sharq Turkistonni mustamlikalashtirish, irqiy qirg'inchilik qilish va ishg'ol qilish harakatiga qarshi so'zlash faqat yordamlashish bo'lmasdan o'zini qo'g'dashdir. Biz Amerikani bu yig'indan foydalanib, bu nuqtani gavdalantirishga chaqiramiz. Biz Qozog'iston, O'zbekiston,
Qirg'iziston va Turkmanistonni Sharq Turkiston masalasini Türk davlatlari tashkilotining kun tartibiga elib kelishga chaqiramiz. Biz barliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarini ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi musulmonlarni qo'g'dash uchun Islom hamkorlik tashkilotini safarbarlik qilishga chaqiramiz. O'rta Osiyo davlatlari faqat Sharq Turkiston uchunla emas, balki o'z erkinligi va mustaqilligini qo'g'dash uchun Beyjingning jinoyatlarini ayblashi va javobgarligini surishti qilishi kerak. Sharq Turkiston xalqi necha 10 yillardan buyon mustaqilligini qaytarib olish uchun kurash qilib keldi. Ularning ko'rishi O'rta Osiyoning chet el ishg'oliyati va mustamlikachilik hukmronligidan qutulishining tamomlanmagan hikoyasining bir qismi. Sharq Turkistonning ko'rishini qo'llash butun O'rta Osiyo rayonining mustaqilligi va bexatarligini kuchaytirdi. Sharq Turkistonning erkinligi va mustaqilligini asliga keltirish O'rta Osiyodagi tabiiy tanglikni asliga keltirdi. Sharq Turkiston tarixdagidek Xitoyning kengayishiga qarshi turishda qo'rg'onlik rolini o'ynaydi. Erkin va mustaqil Sharq Turkiston Beyjingning O'rta Osiyo siyosati, savdo va energiyaga bo'lgan ta'sirini cheklaydi. U dunyoviy ta'minlash zanjiri uchun muhim bo'lgan boyliqlar va yo'llarning bexatarligini qo'g'daydi. Sharq Turkistonni qo'llash ham axloqiy majburiyat, ham strategik zaruriyat. Washington va O'rta Osiyo davlatlari Sharq Turkistonni qo'llashni o'zlarining strategik hamkorligining markaziy qismi qilishi kerak. Bu faqat inson haqlari masalasi emas, balki strategik masala. Amerika va O'rta Osiyo davlatlari Sharq Turkistonni qo'llab, o'z egalik huquqini kuchaytirishi va Xitoyning kengayishini to'sishi kerak. Xatar aniq. Harakat qilmaslik Sharq Turkistonni butun O'rta Osiyoning va oxirida dunyoni Xitoyning insoviga tashlash xatarini olib keladi. Hozir harakat o'tish barliq O'rta Osiyo jumhuriyatlarini va Amerika Qo'shma Shtatlarining hayotiy egalik huquqi, strategik manfaatini qo'g'daydi. Uzun zamondan beri qo'rqish va bog'lanib qolish eng yuqori ovozda so'zlashi kerak bo'lganlarni sukut qildirdi. O'rta Osiyo bexatarligi va egalik huquqining Sharq Turkistonning taqdiri bilan munosabatli ekanligini unutmasligi kerak. Qon qarindoshlari bilan birlikda turish faqat ittifoqlashish emas, balki o'zini qo'g'dashdir. Bugun biz aniq bir uchur yo'llaydigan kun bo'lsin. Dunyo irqiy qirg'inchilikni nazardan saqit qilmasligi kerak. Amerika va O'rta Osiyo davlatlari qat'iy harakatga kelib, Sharq Turkistonning mustaqilligi va erkinligini asliga keltirishni qo'llashi, Xitoyning jinoyatlarini ayblashi, javobgarligini talab qilishi, erkinlik, adolat va insoniy izzat hurmatni qo'g'dashi kerak. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston xalqi Amerika va O'rta Osiyo hukumatlari, xalqaro tashkilotlar va fuqarolar jamiyati bilan birlikda erkin va mustaqil Sharq Turkiston orqali Xitoyning kengayishini to'sish va O'rta Osiyoning erkinligi, bexatarlik va egalik huquqini mangu qo'g'dash uchun hamkorlashishga tayyor dedi. Uyg'onish faqatla yumilgan ikki ko'zning echilishidan iborat oddiyla yumib etish harakati emas, aksincha bu xiyol tasavvurni o'z kontroliga olgan jimi yaxshi yomon tushlarning solgan tizgin taqoqlarini chiqib tashlab, real dunyoga qaytib kelishni, zehn va ongning turli sun'iy uyqu dorilarning ta'siridan pokizlanib, Tangri yaratgan fitrat bilan tang bizga ato qilingan suzuk va sap idrokni, sakaklikni qaytirib kelishni, putqolni tushakab turib ko'radigan tushlarning aldarki usullariga mahliyaligidan bo'shinib, haqiqiy ma'nodagi hur irodasi bilan harakat qiladigan, reallik dunyosida ixtiyoricha parvoz qiladigan qush misoli erkinlikni, o'zlikni va sap kimlikni qo'lga keltirish qatorliqlarni o'zida mujassam qilgan harakatlarning jug'lanmasidir. Qisqasi, uyg'onish haqiqiy ma'nodagi uyg'oqlikni, oydinlanishni, samoviy nurning illiq taptidan ro'yi uzuq va energiya elishni, moddiylikning mahbusiga aylanishdan qutulib, ma'naviyatning kamolat martabasi tomon ilgirlashni mazmun qilgan insoniy komillikka yetish harakatidir. Allah bu yo'ldagi tirishchiliklarni xayrlikka vasila qilib bersin. Haq yo'ldan shoshmaslikni, to'g'rining va haqiqatning izidan yurishni hamisha muvaffaq qilib bersin. Burhan Muhammadning yozmalaridan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.